So, hi everyone, sizlar bilan yana teacher Ilyos va bugungi sizlar bilan o'tadigan mavzuyimiz pronouns, ya'ni ingliz tilidagi olmoshlar. Xo'p, pronouns talaffuz qilamiz. Pronouns deb talaffuz qilinadi olmosh. Ingliz tilida olmoshlarimiz juda ham ko'p va asosiylarini hozir sizlar bilan birgalikda o'rganamiz. Demak, kishilik olmoshlari, ya'ni men, sen, u, biz, siz, ular ingliz tilida qay tarzda bo'ladi? Men, he o'g'il bolaga nisbatan u, she qiz bolaga nisbatan u, it narsa buyumga nisbatan u deyiladi. We biz, you siz, they ular. Ko'rib turganingizdek I, he, she, it birlikka nisbatan ishlatiladi. We, you, they ko'plikka. Bu yerda you degan so'zimiz bor, ya'ni sen yoki siz. Buni ham birlikka, ham ko'plikka ishlatishimiz mumkin. Misol, sen bo'lib kelgan holatida birlik, siz bo'lib kelgan holatida ko'plik. Inglizlarda aniq bir holat yo'q, ya'ni sen yoki siz deb ajratilib keladigan holati yo'q. Demak, davom etamiz. Endi egalik olmoshlari bor, ya'ni my mening, his uning o'g'il bolaga nisbatan, her uning qiz bolaga nisbatan, its uning narsa buyumga nisbatan. Our bizning, your sizning, their ularning. Xo'p, keyingi olmoshlar qatoriga o'tamiz. Mine meniki. Yo'q, bermayman senga. Bu meniki. Xo'p, mine. His uning o'g'il bolaga nisbatan uniki. Hers uning qiz bolaga nisbatan uniki. Its uning narsa buyumga nisbatan uniki. Misol bo'lishi mumkin. Mashinaning g'ildiragi, mashinaning ruli, bo'lmasam shunga o'xshash narsalar bo'ladigan bo'lsa its. Ours bizning, yours sening yoki sizlarning, theirs ularning. Xo'p, keyingi qatorga o'tamiz. Bu qatori bizga ga degan qo'shimchani qo'shib beryapti. Me menga, him unga o'g'il bolaga nisbatan, her unga qiz bolaga nisbatan, it unga narsa buyumga nisbatan. Us bizga, you senga yoki sizga, them ularga. Endi bu yerda ko'rib turganingizdek ba'zi bir so'zlar, ya'ni you, it, her yoki mana shu uchala so'zimiz ekan. Uchala so'zimiz hech qanaqangi qo'shimchalar olmayapti. Bu ikkinchi shakldagi holatda qolyapti. Bunisi mana birinchi shaklda, it ham birinchi shakldagi holatda qolyapti. Bularga biz gap tuzayotgan holatimizda to qo'shimchasini qo'shib olsak yana ham yaxshi. To ya'ni ga. To you senga, to me menga, shunga o'xshagan narsalar. Xo'p, keyingi qatorga o'tamiz. Myself mening o'zim. Ya'ni bu holatimiz o'zini ilk holatiga qaytaryapti. Ya'ni seni o'zing, meni o'zim, uni o'zi degan narsalar. Ning o'zi. Myself mening o'zim, himself uning o'zi o'g'il bolaga nisbatan, herself uning o'zi qiz bolaga nisbatan va itself uning o'zi narsa buyumga nisbatan. Va bu yerda bor ko'plik holatlari. Bu holatlarda endi ko'plik bittadan oshiqcha inson bo'layotganligi uchun bu yerda ko'plik qo'shimchasi qo'shiladi. Ya'ni s ingliz tilidagi ko'plik qo'shimchasi lar degan ma'noni anglatadi. Va maxsus holatlarda self emas, selves bo'lib ketadi. Buni ko'plik darsini o'tayotgan holatda alohida tushuntirib o'tib ketaman. Ourselves bizning o'zimiz. Yourself sening o'zing. Endi sizlarning o'zingiz bo'ladigan bo'lsa yourselves bo'ladi. Yourself sening o'zing, yourselves sizlarning o'zlaringiz. Themselves ularning o'zi. Xo'p, sizlar bilan yana qolib ketgan bugungi so'zlarimiz plural and singular. Ya'ni plural ko'plik, singular birlik. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Keyingi darsda ko'rishguncha bye.